Mehnatga necha? Mehnatga 10 qo'ysa ham bo'ladigan Gap yo'q. Akalar, tarbiya qilish shunchalik bo'lsin. Inshaalloh ko'rsangiz ukam go'zal qilib keltirib qo'yibdi akalar. Sotiladi, qunon bu. Hop, bahor 3 yashar deylik, ikkita tishini buzibdi jonivor. 1.55 plus ha? 1.55 plus. Nuqsoni yo'q ekan akalarim, oyoq qo'li zo'r ekan, yaxshi ekan. Taka bosib qochur anchimcha o'rgatib qo'yibdi. Ular raket ekan. Qani polvon, jonivor qiynamasdan. Jonivor. Bu yoqqa ham bir bosib qo'y endi. Bo'lsa bo'lsin. Akalar zo'r tarbiya qilib qo'yibdi. Alloh xayrli qilsin. Sotiladi akalarim. Aytilishini, xo'p, $2700 dedi. Bu Zarkentda Sardori bir yaqin ukasini oti, inshaalloh. Toyligidan o'zi mehnat qilib shu kungacha olib kelibdi. Ha, shunaqa. Alloh xayrli qilsin. Yaxshi narsa olinsa Sardor boshida. Xudo xolasa oxiri ham shunaqa bo'ladi inshaalloh. Bosaveramiz akalarim, yaxshilik ulashib qo'yamiz. Xudo xolasa shunaqa yaxshilar hammaga nasib qilsin. To'yga qiziqqan akalarim, ekranda nomer bor, aloqaga chiqib olamiz.